Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Zakat va uning ahkomlari. Zakatning ma'nosi. 507-savol. Zakat so'zining ma'nosi nima? Javob. Zakat lug'at e'tibori bilan poklash va o'stirish degan ma'nolarni ifodalaydi. Zakatning islom istilohidagi ma'nosi maxsus shartlarga asosan muayyan miqdordagi pul molni haqli bo'lgan shaxslarga topshirib berish deganlikdir. 508-savol. Zakat qachon farz bo'lgan? Javob. Zakat payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom Makka dan Madinaga hijrat qilib 18 oydan keyin Hijriyaning 2-yili 623-yili, ya'ni milodiy 623-yili Shavval, qamariya oylardan 10-oyda Madina Munavvar shahrida farz qilingan. Zakatning islom dinidagi o'rni. 509-savol. Zakatning islom dinida qanday o'rni bor? Javob. Zakat islom dinidagi 5 cho'ng farzning biri va zarur bo'lgan ijtimoiy ibodat bo'lib, iymondan keyinli buyurilgan eng birinchi farz namoz bilan yondashib kelgan eng ahamiyatli farzdir. Shunga Qur'on Karim oyatlarida zakat hamisha namoz bilan birga bayon qilingan. Alloh taolo qo'lida bor musulmonlarni zakat farzini ado qilishga buyurib, namozni ado qilinglar, zakatni o'z joyiga berib ado qilinglar degan. Sura Baqara 43-oyat. Alloh taolo bergan pul molning zakatini islom shariatida ko'rsatilgan bo'yicha ado qilish eng fazilatlik va ulug' ibodatlarning biri bo'lganidek, haqiqiy musulmonlikning ifodasidir. Alloh taolo Baqara surasining 5-da haqiqiy mu'minlarning sifatlarini bayon qilib mundaq degan: ular g'aybga ishonadi, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'lida sarf qiladi. Sura Baqara 3-oyat. Zakat berishning fazilati. 510-savol. Zakat berishning qanday fazilati bor? Javob. Pul mol egalarining qo'lidagi pul molning zakati jamiyatdagi ehtiyoj egalarining Alloh bergan haqqidir. Shunga zakat bergan kishining ehtiyoj egalariga zakat berganligi uchun minnat qilish haqqi yo'q. Chunki u ularning haqqini bergan bo'ladi. Alloh taolo zakatlarni to'liq ado qiluvchilarni hargiz mukofotsiz qo'ymaydi. Pul molni Alloh yo'lida ehtiyojli taraflarga sarf qilgan kishining har bir tiyin puli uchun 700 tiyindan va uningdan ortiq ko'paytib beradiganligini Qur'on Karim va'da qilgan. Bular yordamning bu dunyolik mukofoti bas. Ammo u oxiratdagi mukofotidan so'z ochadigan bo'lsak, Alloh taolo mundaq deydi: pul melini Alloh yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga mehnat qilmaydigan va xayr saxovatga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinish va g'am qayg'u bo'lmaydi. Sura Baqara 262-oyat. Zakatning farz qilinishining sabablari. 511-savol. Zakat nima uchun farz qilingan? Javob. Faqirlik musulmonlar jamiyati uchun bir nuqsondir. Faqirlarning ehtiyojlarini hal qilib, jamiyatdagi barliq musulmonlarni o'xshash farovonlikka, barobarlikka va baxtli turmush tarziga ega qilishning birdan-bir chorasi musulmon boylarining ustiga ma'lum miqdorda zakatni farz qilib buyurib, uning bilan faqirlarning hojatlarini ravo qilishdan iboratdir. Islom dini musulmonlarga bu muqaddas farzni belgilash orqali jamiyatda ijtimoiy adolatni barpo qilishni maqsad qilgan. Zakat bir-biri bilan yordamlashadigan, bir-birini suyadigan, adolatlik, shafqatlik bir jamiyatni barpo qilishning eng oldingi omilidir. Chunki zakat boylarning vositasi bilan jamiyatdagi faqirlarning holi yaxshilanganligi sababi bilan faqirlarning ko'nglidagi boylarga qarta o'shmanlik, dushmanlik va ko'ranmaslik tuyg'ularini yengib, boylar bilan faqirlar o'rtasidagi o'zaro sevgi va hamkorlikni paydo qilish va diniy qarindoshlikni kuchaytirish orqali ularning baxtli hayot surishiga kepillik qiladigan bir esil ibodatdir. Qur'on Karim bizga rafahiyatlik, farovonlik, bir esil jamiyatni barpo qilish yo'lida ishlab chiqarish va taqsim qilishning eng yuksak saviyasidagi madaniy ham ilmiy prinsiplarni o'rgatgan. Jamiyatdagi iqtisodiy mushkullarni hal qilishda Qur'on prinsiplari yer yuzidagi eng mukammal prinsiplar hisoblanadi. Chunki islom dinining iqtisodiy prinsipi
shaxsiy mulkchilik bilan kollektiv mulkchilik o'ttirsidagi eng adolatlik va eng munosib yo'lni tutgan. İslam nazarida pul malning mohiyati. 512-savol. İslam nazarida pul malning mohiyati nima? Javob. İslam nazarida insonlar qanchalik pul mal egasi bo'lib ketsin va bularni qanchalik jafo bilan ishlab topgan bo'lsin, ular qo'llaridagi mol mulkning asli egalari emasdir. Balki ular bu pul mallarni tasarruf qiluvchi vakillar bas. Chunki mol mulkning asli egasi va ato qiluvchisi Alloh taolodir. Qur'oni Karim bu haqiqatni jakarlab mundaq degan. Osmonlardagi, zimindagi, ularning orasidagi va yer ostidagi shaylarning hammasi Allohningdir. Sura Taha 6-oyat. Alloh taolo mol dunyoni insonlarga ikki maqsad bilan beradi. Biri ularga ihson va in'om qilish, yana biri ularni bu mol dunyo bilan sinash yuzidan beradi. Mol dunyo kishilarning iqtidori va kuch-quvvatiga ko'ra keladigan narsa emas, balki u Alloh taoloning ata ihsonidir. O'xshash iqtidorga, o'xshash diplomga ega bo'lib, o'xshash ishda ishlaydigan ikki odamning birini Alloh taoloning boy qilganligi, yana birini uningdan tuvanroq yoki faqir qilganligi bir reallikdir. İslam nazarida pul malning vazifasi. 513-savol. İslam nazarida pul malning vazifasi nima? Javob. İslam shariati bo'yicha pul malning vazifasini tuvandagidek 3 ga qisqartirishga bo'ladi. Birinchi, pul malni islom shariatida ko'rsatilgan va buyurilgan yo'llar bilan o'stirish. Ikkinchi, pul malni ehtiyojiga qarab isrof qilmasdan, haddidan oz qisib olmasdan normal darajada sarf qilish. Uchinchi, pul malning zakotini to'liq ayirish va sadiqa, yordam, xayri ihsonga o'xshash ixtiyoriy yordam vositalari bilan ehtiyoj egalarining hojatlarini ravo qilish. İslam nazarida ishlashning qimmati. 514-savol. İslam nazarida ishlashning qanday qimmati bor? Javob. İslam dini musulmonlarga ishlashni farz qilib belgilagan va ishlaganning sha'nini, qadr-qimmatini alohida yuqori ko'targan yagona dindir. Musulmonlar jamiyatining qudrat tepishi va xalqaro raqobatga dodil kirib, o'zining yuksak o'rnini saqlab qolish yo'lida ishlashning roli alohida cho'ngdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda inson faqat o'zining ishlagan narsasining natijasini ko'radi deb ko'rsatgan. Sura Najm 39-oyat. Xalqimizdami ishlagan ishlaydi deydigan hikmat bor. Halol rizq tepish yo'lida ishlash ibodatdir. Payg'ambar alayhissalom halol rizq tepish yo'lida ishlash jihoddir degan. Suyuti rivoyat. Bir hadisda mundaq kelgan. Dunyolikni deb oxiratlikni yoki oxiratlikni deb dunyolikni tark etgan kishi sizlarning yaxshilaringlar emas. Har ikkisi uchun ishlash kerak. Chunki dunyo oxirat yo'lidagi bir qo'nalg'idir. Ishlanglar, kishilarga yuk bo'lib olmanglar. Qur'oni Karim oyatlari, Payg'ambar alayhissalomning hadislari va burunqilarning asarlari ishlashning islom nazarida qanchalik qadr-qimmatga ega ibodat ekanligini so'zlamoqda. Qur'oni Karimda ishlash degan ibora 359 o'rinda tilga ilingan. Islom dini kishilarni ishlashga va shu orqali taraqqiy qilishga chaqiradi. Ishlashga qodir bo'lganlar uchun ishlashni farz qiladi. Demak, ishlash haqiqiy iymonning asoslaridan biridir. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karimning ko'p oyatlarida amal, ya'ni ishlashni iymonga yondashtirib bayon qilgan. Zakat bermaslikning gunohi. 515-savol. Zakat bermaslikning jazosi nima? Javob. Pul mal yaxshi ishlarni qo'lga keltirish uchun eng yaxshi yordamchi bo'lgandek, pul malga munosabatlik haq-huquqlarni tonimaganlik va ado qilmaganlik yoki pul malni isrof qilganlik sababdan go'yda pul mal kishilarga baloyo ofat va baxtsizliklarni olib keladi. Alloh taolo insonlarga mol dunyoni ato qilish bilan birga uni yaxshi yo'llarga ishiltishga va ehtiyoj egalarining uningdagi haqlarini to'liq ado qilishga buyurgan. Alloh senga yaxshilik qilgandek, senmo Allohning ehtiyojli bandlariga yaxshilik qilgan. Sura Qasas 77-oyat. Ularning, ya'ni musulmon pul egalarining pul mollarda tilaydigan peqirga va tilamaydigan peqirga berishga tegishli bo'lgan muayyan haq, ya'ni zakat bordir. Sura Muarij 24-25-oyatlar. Alloh taolo Qur'oni Karimning ko'plagan oyatlarida zakatni ado qilishning zarurligini ta'kidlagan va zakatni bermaganlarning oxiratda qattiq azob uqubatlarga duchor bo'lganligini jakalagan.
Allah öz fəzildən bəgən nərsələrə, yəni pul malğa bexillik qılıdığanlar, bexillikni özləri üçün faydalıq deyə güman qılmasın. Əməliyyatda bu ular üçün ziyonluqdur. Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kunida ularning bo'yniga taqoq qilib selanadi. Sura Al-Imron 180-oyat. Bexillikqa odatlangan xalq nijot topolmaydi. Bexillikqa odatlangan xalq mol dunyosiga bexillik qilganlikdan, jinidan, numusidan, hatto vatandan ayrilib qoladi. Chunki odatga ehtiyojli taraflarga pul mol sarf qilishdan, bexillik qilishga odatlanib kelgan bir xalqning vatanni qo'g'dash yo'lida pul mol sarf qilishi mumkin emas. Vatani uchun pul meliga bexillik qilganlarning uning yo'lida jinini beralishi texmi mumkin emas. Mana bu tarixning yakuni. Millatlar o'zaro yordamsuyarlik bilan gullab yashnaydi. Har qanday bir millatning ro'naq tepib gullanishi va qad ko'tarib dunyo bilan butunlashishidagi asosli omil shu millat xalqining o'zaro qarindoshlarcha mehribonligi, bir-birini yo'lab qiyinchiliklardan qutuldirishi va xolisona yordamlashishi bo'lsa kerak. O'zaro yordamlashmagan, bir-birini qiyinchiliklardan qutqizmagan bir millatni boshqalarning yordam qilib yo'lishi va muhtojlikdan qutuldirishi mumkin emas. Agar boylarimiz zakotni to'liq ado qilib, yo'qsillarga xolisona yordam qiladigan, o'qiy olmagan bolalarni o'qitib, har xil moddiy qiyinchiliklarni tang ko'radigan bo'lsa edi, biz albatta baxtli bir millat bo'lar edik. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh taolo ato qilgan pul molning zakotini bermagan kishiga qiyomat kuni uning mol dunyolari ikki ko'zining ustida qo'rqinchli qora menga bo'lgan hayvatlik bir ilonga aylanib kelib, uning bo'yniga yog'ishidi va uningga "Men sening dunyoda yiqqan mol dunyoying" deydi. Buxoriy rivoyat. Zakat farz bo'ladigan kishilar va zakat o'lchimi. 516-savol. Qanday kishilarga zakat farz bo'ladi? Javob. Zakat tuvandagi shartlarga to'shgan kishilarga farz bo'ladi. Birinchi musulmon bo'lishi, ikkinchi balog'atga yetgan bo'lishi, uchinchi aql o'shi joyida bo'lishi, to'rtinchi pul mili zakat berish miqdoriga yetgan bo'lishi, beshinchi pul molga ega bo'lganiga 1 yil to'shishi, oltinchi qarzdor bo'lmasligi. Agar o'zining zakat kelgudek pul mili bor turib, tijorat qilish maqsadida qarz olgan bo'lsa, o'zining idorchiligi bo'lgan puldan zakat beradi. 517-savol. Pul molning zakat miqdoriga yetish o'lchami nima? Javob. Pul molning zakat berish miqdoriga yetish o'lchami 85 gram oltin yoki uning xalq pulidagi qimmatidir. Ya'ni birov o'zining va oilasining ehtiyojlaridan tashqari eng oz deganda 85 gram oltin kegidek pul molga ega bo'lgan bo'lsa, u kishining zakat ayirishi farzdir. Zakat keladigan mollar. 518-savol. Zakat keladigan mollar qaysilar? Javob. Zakat keladigan mollar tuvandikilar. Birinchi naqd pul, ikkinchi tijorat mollari, uchinchi oshliq, meva va ko'ktatlar, to'rtinchi chorva mollari, beshinchi yer osti boyliqlari, oltinchi dengiz boyliqlari, yettinchi shirkat assadorligi. Naqd pulning zakati. 519-savol. Naqd puldan qanchalik zakat beriladi? Javob. Oltin, kumush, lira, tanga, so'm, riyal, dollar va boshqa xalq pullarining zakat miqdori 2,5%, 100dan 2,5%dir. Ya'ni normal oila ehtiyojining sirtida 21 eyroliq oltindan 85 gram oltin yoki 595 gram kumush yoki buning qimmatini naqd pul bo'lgan kishining qo'lidagilarning umumisidan 2,5% ni zakatga berishi farzdir. Tijorat mollarining zakati. 520-savol. Tijorat mollari degan qanday mol? Javob. Tijorat mollari tijorat va boshqa har qanday bir qonunli yo'l bilan o'stirish uchun tayyorlangan mollar demakdir. 521-savol. Tijorat mollaridan qanchalik zakat beriladi? Javob. Tijorat mollarini naqd pulga sundirib, umumiy pul miqdoridan 2,5% ni zakatga beradi. Chorva mollarining zakati. 522-savol. Chorva mollari qaysi mollar? Javob. Chorva mollaridan to'ga, ot, kala, qo'y va o'shki qatorliq go'shi yeyiladigan hayvonlar ko'zda tutiladi. 523-savol. Chorva mollariga zakat kelishning sharti nima? Javob. Tuvandagi 3 shart bilan chorva mollariga zakat keladi. Birinchi, yilning hammasida yoki uning ko'pragida yayloqlarga qo'yib berilib beqilgan bo'lish. Ikkinchi,
egisining mulkiga o'tganiga to'liq 1 yil to'shqan bo'lishi. 3. Zakatning farz bo'lishi uchun belgilangan o'lchamga yetgan bo'lishi. 524-savol. To'gining zakat o'lchami va miqdori qanchalik? Javob. Soni 5 ga yetmagan to'giga zakat kelmaydi. To'gining soni 5 ga yetganda uningdan 1 qo'y, 10 ga yetganda 2 qo'y zakat beriladi. 5 dan 20 gacha har bir 5 to'gi uchun 1 dan qo'y zakat beriladi. To'gining soni 25 dan oshgandan keyin ahvol boshqacha bo'ladi. 525-savol. Kalaning zakat o'lchami va miqdori qanchalik? Javob. Kala soni 30 ga yetmagichilik zakat kelmaydi. Kala soni 30 ga yetsa, ulardan 2 yoshli kaladan 1 kala zakat beriladi. 526-savol. Qo'yning zakat o'lchami miqdori qanchalik? Javob. Soni 40 ga yetmagan qo'ylarga zakat kelmaydi. Qo'ylar soni 40 ga yetsa, ulardan 1 qo'y zakat beriladi. 40 dan 120 gachilik ahvol shundoq bo'ladi. 527-savol. Uyda beqilgan yoki bodab setish uchun tutilgan chorva mollarining zakati qanday bo'ladi? Javob. Bundaq chorva mollarining zakati naqd pul hisobida beriladi. Ya'ni mollarni naqd pulga sundirib, uningdan 2.5% zakatga beriladi. Oshliq va ziroatlarning zakati. 528-savol. Oshliq, meva va ko'ktatlardan qanday zakat beriladi? Javob. Oshliq, meva va ko'ktatlar yomg'ir suvi bilan sug'urilib yetishgan bo'lsa, uningdan 10%, agar odam kuchi bilan sug'urilgan bo'lsa, uningdan 5%, agar yomg'ir suvi ham odam kuchi har ikkisi bilan sug'urilgan bo'lsa, uningdan 7.5% zakat beriladi. Yer osti boyliqlarining zakati. 529-savol. Yer osti boyliqlaridan qanchalik zakat beriladi? Javob. Oltin, kumush, mis, tömür, yoqut, marjon, qoshtishi, marvoyit, qimmatli tosh va neftga o'xshash yer osti boyliqlaridan o'zining egidorchiligi ostidagi joydan tepilmagan bo'lishi sharti bilan 20%, ya'ni 5 dan 1 zakat beriladi. 530-savol. O'zining egidorchiligidagi yerdan tepilgan yer osti boyligining zakat miqdori qanchalik? Javob. Birov o'z o'ylisidan yoki o'ziga oid bo'lgan joydan boyliq topgan yoki qazgan bo'lsa, uningdan hamon zakat berish kerak emas. Chunki zamin uning o'ziga oid bo'lganlikdan, uningdan chiqqan boyliqlarmi o'zining mulki hisoblanadi. Bu boyliqqa ega bo'lgandan to'liq 1 yil o'tgandan keyin naqd pul zakatining miqdori bo'yicha 2.5% zakatga beriladi. 531-savol. Dengiz boyliqlaridan qanchalik zakat beriladi? Javob. Dengizdan beliq va boshqalarga o'xshash dengiz hayvonlarini tutib setishni kasb qilgan kishilar bu kasb bilan topgan pullari zakat berish miqdoriga yetsa, uningdan 2.5% zakat beriladi. Şirket əsidorligining zakati. 532-savol. Şirket əsidorligidan qanchalik zakat beriladi? Javob. Har qanday bir şirketga hassador bo'lib, uningga pay solgan kishining yil oxiridagi naqd pulning hisobi bo'yicha 2.5% zakat berish farzdir. Zakat kelmaydigan narsalar. 533-savol. Zakat kelmaydigan narsalar qaysilar? Javob. Tövandagi narsalarga zakat kelmaydi. 1. Kishining o'zi yoki bolalari o'ltirayotgan uylari. 2. O'zi yoki bolalari ishlatayotgan uy ashyolari. 3. Kiyilgan kiyim-kechaklar. 4. Oilaning yeyish uchun to'plagan oziqlari. 5. O'zi yoki bolalari ishlatayotgan avtomobillar. 6. Kishining o'z kasbi uchun ishlatayotgan saymonlari, ashyolari va materiallari. 7. Zinnat uchun va ayollarning ehtiyoji uchun tutilgan har qanday narsalarga zakat kelmaydi. Ammo naqd pul o'rnida saqlangan oltin, kumushga, qosh teshiga va shundaqla pulga yaraydigan ehtiyoj sirtidagi har qanday qimmatli narsaga zakat keladi. Zakat berishning vaqti. 534-savol. Zakat qachon beriladi? Javob. Oilaning normal ehtiyojidan tashqari zakat berish miqdoriga yetgan pul molga ega bo'lgan kishining uningga ega bo'lganiga to'liq 1 yil to'shqan bo'lishi bilan uning zakatni kechiktirmasdan hamon ado qilish farzdir. Zakat beriladiganlar. 535-savol. Zakat kimlarga beriladi? Javob. Zakat tövandagi 8 turlik shaxsning qaysi biriga berish bilan ado topadi. Birinchi, faqirlarga. Ikkinchi, miskinlar, hech narsa yo'q kishilarga.
Üçüncü qarzdorlarga. To'rtinchi Allohning yo'lidagi mujohidlarga va ilm tahsil qilayotganlarga. Beshinchi yo'lda qolgan pulsiz musofirlarga. Oltinchi zakat to'plashga mas'ul bo'lgan zakat xodimlariga. Yettinchi qullarning ozodligi uchun. Sakkizinchi ko'ngillarni islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga beriladi. Zakat berilmaydiganlar. 536 savol. Zakat kimlarga berilmaydi? Javob. Zakat tövəndəki 5 xil şəxsə berilməydi. 1. Baylarga. 2. Kuffarlarga. 3. Zakat bəgücünün ata-analarına, boğum-momularına. 4. Zakat bəgücünün balalarına, nəvərlərə, çəvərlərə. 5. Zakat bəgücünün jorisiga berilməydi, yəni ərinin ayalğa, ayalının erigi zakat berişi durus emas. Bəgəndimi ada tapmaydı. 537 savol. Zakat bəgücünün zakatını ağuchiga bu zakat deb aytish shartmi? Javob. Zakat bəgücünün zakatını bergan vaqtida uni alg'uchiga bu zakat deb bildirishi shart emas. Balki ko'ngilda zakatni niyat qilib turib, uni hadiya yoki yordam nomi bilan atab bersimi zakat ado topadi. 538 savol. Birovni peqir deb o'ylab zakatni uningga berib bo'lgandan keyin, uning peqir emasligi o'tirg'i chiqsa, onunğa berilgan zakat ada tapamdı? Cevap. Zakatni berishga rostilla ehtiyojliq bo'lganlarni tepib berish zarurdir. Chunki Qur'on Karimda zakat berishga buyurilgan oyatdagi va'atuz zakata degan so'zning ma'nosi butun tafsirshunoslarning ittifoqi bo'yicha zakatni beringlar deganlik emas, balki zakatni haqliq bo'lganlarga yetkazinglar deganlikdir. Ammo zakat berguvchi zakatini haqli kishilarga tekkizish yo'lida kuch sarf qilgandan keyin birovni peqir deb o'ylab zakatni uningga berib bo'lgandan keyin zakat og'uvchining peqir emasligi o'ttirg'i chiqsa, zakatni berguvchining uni bergan vaqtdagi uni peqir deb bilgan iqtisodiy e'tibor bilan uning bergan bu zakati ado topadi. Zakatga munosabatlik savollarga javob. 539 savol. Qarzni zakatga hisoblashga bo'lamdi? Javob. Birov boshqa biriga qarz berib turgan bo'lib, qarzni olg'uchining peqirligi sababli uni to'layolmagan bo'lsa, bu qarzni qarz egasi shu kishiga zakatga hisoblab bervasi bo'ladi. Zakat ado topadi. Lekin bu ishda qarzi olgan kishining qarzining zakatga aylanganligini bilib, uni qabul qilish shartdir. 540 savol. Balog'at yoshiga yetmagan kichik bolalarga zakat berishga bo'lamdi? Javob. Ota-onasi peqir bo'lgan kichik bolalarga, ular balog'at yoshiga yetmagan bo'lsa, zakat berish joizdir. 541 savol. Boyligi boy yetimga zakat berishga bo'lamdi? Javob. Yetim bola agar boy bo'lsa, uningga zakat berishga bo'lmaydi. 542 savol. 1 yoki 2 yillik zakatni oldin berish joizmi? Javob. 1 yoki 2 va uningdanmi ko'proq yilning zakatini oldin berishga bo'ladi. Chunki bu yaxshi ishlarni qilishga oldirganlikdan sanalib, uning savobi ortiq bo'ladi. 543 savol. Bankaning cheklari va kartalarga naqd pulga o'xshash zakat kelamdi? Javob. Bankadan naqd pulning badaliga berilgan cheklar va kartalarga albatta zakat keladi. Chunki ular naqd pulga o'xshashdir. Bularning zakati xalq pulidan beriladi. 544 savol. Bankaning o'simini zakatga hisoblab berishga bo'lamdi? Javob. Bankaning o'simi harom pul. Bundaq harom pulni o'zi ishlatishga halol bo'lmagan yerda uni boshqalarga zakatga hisoblab berishga qat'iy bo'lmaydi. Chunki bankaning o'simi uning egasi uchun harom, uni ishlatilmaydi. Ammo uni zakat yoki sadaqa o'rinda emas, faqat haromdan qutulish uchun peqirlarga bersa, uni og'uvchilarga halol bo'ladi, berguvchiga haromdan qutulgan bo'ladi. 545 savol. Zakat puli berishdan burun halok bo'lsa qanday qilish kerak? Javob. Zakat uchun ayrilgan pulni haqliq bo'lganlarga yetkazib berishdan burun bu pul qaysi bir sabab bilan halok bo'lib ketgan bo'lsa, bu holatda zakat qaytib beriladi. Chunki beriladigan zakatni ayirganlik zakatni ado qilganga yetmaydi. Zakat faqat berish bilan ado topadi. 546 savol. Ota-onasi boy bo'lsa-mu o'zi muhtojlikqa qolgan kishiga zakat berishga bo'lamdi? Javob. Ota-onasi boy bo'lsa-mu farzandlari ularning boyligidan mahrum bo'lgan yoki foydalanmagan sababdan faqirlikda qolgan bo'lsa, bu farzandlarga zakat berishga bo'ladi. 547 savol. Bolalari boy bo'lsa-mu o'zlari muhtojlikqa qolganlarga zakat bersa bo'lamdi? Javob. Bolalari boy bo'lsa-mu ularning yordamiga erishamagan
va faqirlikda yashaydigan ota-onaga zakot berishga bo'ladi. 548-savol. Zakot olg'uchining taqvo, diyonatli kishilardan bo'lishi shartmi? Javob. Musulmon va ehtiyoj egasi bo'lgan kishilarga zakot beriladi. Uning taqvo yoki fosiq bo'lishi surishti qilinmaydi. Agar uning zakot olgan pulini aroq ichish, qimor o'ynash, nasha chekishga o'xshash harom ishlarga xarjlaydiganligi aniq bilingan kishining uningga zakot berishi qat'iy to'g'ri emas. Chunki bunda qilish gunohga yordam qilganlik bo'ladi. 449-savol. Qimorvoz bilan aroqkashning oilasiga zakot berishga bo'lamdi? Javob. Topgan pulni qimorga yoki aroqqa xarjlaydigan kishining oilasi agar faqir bo'lsa, farzandlari muhtojlikqa qolgan bo'lsa, zakotni bolalarning otasiga emas, onasiga berish yoki naqd pul bermasdan zakot bermoqchi bo'lgan pulga oilaning go'sht, moy, un, guruch, shakarga o'xshagan ehtiyojli narsa keraklarini ep berishga bo'ladi. 550-savol. Islomda zakotdan boshqa yordam vositalari bormi? Javob. Zakotdan boshqa yordam vositalari ko'pdir. Sadiqa, yordam, sil-rahim, xayr-ehson va boshqa atalg'ular ostida buyurilgan yordam vositalari uning misolidir. 551-savol. Tijorat mollarining zakoti uchun bu mollarning o'zidan berish kerakmi yoki qimmatinimi? Javob. Tijorat mollaridan zakot berguvchi mollarning o'z jinsidan berish yoki ularning qimmatini berish ixtiyoriga egadir. Masalan, un, moy, guruch, shakar, tuz va boshqa yemaklik moddalarini, kiyim-kechak, raxt material qatorliq buyumlarni sotadigan kishi faqirlarning ehtiyojiga qarab, ularga bularning hammasidan yoki ba'zisidan ba'zi bo'ladi yoki bularning xalq pulidagi qimmatini ba'zimi bo'ladi. Muhim bo'lgani ehtiyoj egalarining hojatlarini ravo qilishdir. Ammo naqd pul berish eng afzal bo'lsa kerak. 552-savol. Qanday tuqqanlarga zakot berishga bo'ladi? Javob. Ota-onasiga, buvi-mo'minlarga, bolalarga, nevarlarga, chavirlarga, er-xotinlar bir-biriga zakot berishga bo'lmaydi. Chunki bularga berilgan zakot qabul bo'lmaydi. Ulardan boshqa qarindoshlarga, tog'a aka, tog'a ochilarga, tog'a ammalarga va boshqa tuqqanlarga agar ular faqir bo'lsa zakot berish joizdir. O'zining faqir tuqqanlarga zakot berish ham zakot, ham sil-rahim hisoblanib, savobi ko'p bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bu mavzuda faqirlarga berilgan zakotda zakotning savobi bo'ladi. Faqir tuqqanlarga berilgan zakotda ham zakotning, ham sil-rahimning savobi bordir. Imom Ahmad rivoyat. 553-savol. Pul molning zakotini vaqtidan kechiktirishga bo'lamdi? Javob. Zakotning farzi bo'lishi uchun yetarlik miqdorda pul molga ega bo'lganga hijriya hisobida to'liq 1 yil o'tgandan keyin uning zakotini ado qilish farzi bo'lib belgilanadi va hamon uni ado qilish lozim keladi. Xuddi namozning vaqti kirgan hamon namozni ado qilish farz bo'lgandek. Zakotni shartlari to'liqlanib ado qilish vaqti kelgan hamon kechiktirmasdan ado qilish farzdir. Zakotni uzrsiz kechiktirgan odam gunohkor bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom zakotni vaqtida ado qilishning zarurligini ifodalab, molga aralashgan zakot u molni halaq qilmay qolmaydi deb ko'rsatgan. Buxoriy rivoyat. Ya'ni zakotini bermagan pul mol barakatdan mahrum bo'lganlikdan, tezli to'zib ketadi yoki Allohning g'azabiga uchirganlikdan biror baloyi ofat bilan halok bo'ladi deganlikdir.